Voy, alo. Turasanmi? Qayerdaman? Soat necha bo'ldi? Nega hovliqasan? Soat 5. Yo xudoyim, dadam, kech qoldim, juda kech qoldim. Juda yoqimtoysan. Vahimaga tushma. Soatni bilmoqchi bo'lsang, soat 4. Oqshomgacha vaqtim bor. Xo'sh, eshitaman. Nimani? Nega bunchalik poyabzalimni qaytarishga urinyapsan? Seni isming nima? Zarok. Zarok. Kmi, Gmi? Zarok. K. Ha. Zarok. Ammo bolalar meni Zaro deyishadi. Sen isming nima? Zelish. Ha, zanjirdagi Z harfi shunga ekanda. Yo'q. Aslida unday emas. U sening isming. Qara. Nimani ko'ryapsan? Bilmasam. Yaxshilab qara, sening isming yozilgan. Rostdanmi? Tug'ilganimda bu dog' bor edi. Shu dog'dagi Z harfi uchun ismimni Zelish qo'yishgan. Ammo menimcha bu 2 harf qalbimga yozilgan. Bolalarcha xayoldir balki. Ammo buni yana qanday izohlash mumkin? Seningcha bu bir tasodifmi? Ha. Menga qara go'zalim, bu binodagi hamma narsa joyini o'zgartiradi, chunki bu yerda hamma o'g'ri. Agar aqling bo'lsa, narsalaringni ustiga ismingni yozib qo'yasan. Ishonmasang qara. Bu yerda yozilgan, bu yerda yozilgan, shu yerda ham bor. Qara, hatto bu yerda ham. U menman menda? Yana bitta ko'raychi. Balki men emasdirman. Balki sen bizning pastki qavatdagi ziyoni qidirayotgandirsan. Sal espasrog'i, ammo baquvvat kuchli yigit chaqirib kelaymi? Ustimdan kulma. Mayli xonim. Bo'pti, aytaylik, o'sha menman. Meni topding. Endi nima bo'ladi? Bilmasam. Mana tanishdik, do'st bo'ldik. O'sha kuni turmushga chiqayotganding shekilli. Unashtiruvimiz edi. Unashtiruv marosimi? Nima farqi bor? Unashtirilgan yigitimning dadasi dadamning ishdagi yaqin do'sti. Dadam meni qattiqqo'llik bilan katta qildi. Qachonki uydan chiqsam, menga biror gap bo'ladi deb o'ylaydi. Unda bu yerga qanday kelding? Bu yerga kelganimni eshitsa meni o'ldiradi. Ha, tushunarli. Bo'pti, unda senga ruxsat. Bora qol.
Yur. Sen shuni ol. Qo'rqishingga hojat yo'q. Men senga zarar bermayman. Bu zanjir senda qolsa juda xursand bo'laman. Ammo men ham sendan buning evaziga biror nima istayman. Poyabzalimni ol. Ammo uni bo'ynimga taqolmayman-da. Unda shuni beraymi? O'zingda qolaversin. Qara, masalan shuni. Bo'lmaydi. Bu sen uchun juda qadrlimi? Menda Bo'lmaydi. qolaversin. Xo'p, deb Qani qol. keta qol, bora qol qizim, bora qol. Qani. Bo'ldi. Nega haydayapsan? Juda yaxshi gaplashib turgandik. Suhbat qurishning nima zarari bor? Hali senga aytadigan bir dunyo gapim bor. Unday qilma, masalan, Zarok, do'stlaring, hayoting. Ha, aka, mana shu eshik. Bu ablah shu yerda yashaydi. Kim edi ular? Boya so'rayotganding do'stlarim? Sendan nima istashyapti? Bilmayman, balki o'ldirishni istashayotgandir. Nima? Nega? Voy, yaramasa juftakni rostlabdi-ku. Ularda bo'lish kerak bo'lgan bir narsani olgandim. Qaytarib ber unda. Bera olmayman. Sotib yubordim. Yugur, qoch. Sekinroq yugur. Meni kutib tur. Tezroq. Bo'la qol. Endi nima qilamiz? O'ldik. Shoshma, to'xta, balki gaplashib olarmiz. Istasang o'zing gaplash, ammo tushunishmaydi. Tuzukmisan? Juda hayajonlanib ketdim. Rostana? Sen hali ham men bilan tanishishni istaysanmi? Tentakmisan sen? Abi yerlere vuruyorum ve diyorum Been so long böyle bir espri and you're tired. Don't give up, 'cause we're young. Oğlum bu yerde oynamayınlar. Been so long and you're tired. Don't give up, 'cause we're young. It's been a while since you looked. Hold my hand. Our time's come. It's been a while since you looked. Hold my hand. Our time's come. Baby, take my heart. Don't hold your love back. If you're ready to fly, don't fold your wings back. Baby, take my hand. Don't hold your love back. If you're ready to fly, don't fold your wings back. Don't hold your love back. Don't hold your love back. Don't hold your love back.
Since you left, hold my hand. Our time's come. It's been a while since you left, hold my hand. Our time's come. Dastakni tortsang, orqa g'ildiraklar harakatga keladi. Keyin esa gazni bosasan, so'ng mashina aylanishni boshlaydi. Shu xolos. Qanaqasiga? Sen meni kuzat, keyin bilib olasan. Xo'pmi? Don't fold your wings back. Baby, take my hand. Nega menga oilang haqida gapirmaysan? If you're ready to fly, don't fold your wings back. Don't hold your love back. Don't hold your love. Qayerda tug'ilgansan? Oying, dadang. Sen meni topgan dunyoda tug'ilganman. Meni katta qilgan, men ota deb bilgan odamni kichikligimda otib o'ldirishgan. Ko'z oldimda o'ldi. Xullas, keyin bilsam, u mening haqiqiy otam emas ekan. Qayerdan kelganimni hech kim bilmaydi. Buni so'rashi mumkin bo'lgan odamlar ham o'ldi. Yana boshqa savollar bormi, Malika? Mening butun hayotim sening hayotingning bir oni ham bo'la olmaydi. Aynan bir xil emasdir, balki, ammo mening ham onam yo'q. Faqat dadam bor xolos. Balki bularning bari ikkimiz bir butun bo'lishimiz uchundir. Endi bora qol. Qayerga? Uyingga. Tushunmadim. Juda cho'zib yubordik. Nimani cho'zib yubordik? Qara. Sen uy mushukchasisan, tushunyapsanmi? Men esa ko'cha ko'ppaga. Boshqa dunyomiz. Oxirida xafa bo'lasan. Nima farqimiz bor? Men sen bilan juda baxtliman. Nima farqimiz bor? Sen nima ko'rmayapsanmi? Nimani? Qarshingda nimani ko'ryapsan? Seni joying o'sha yer. Men senga u yerdan faqat biror narsa o'g'irlab berishim mumkin. Endi tushungandirsan. Zelish. Shoshma. Senga o'sha yerdan bir parcha o'g'irlab keldim. Esingni yebsan.
Zarokni qidiryapman. Siz kimsiz? Kimligimizning nima farqi bor? Bu nusxa qayerda? Chaqirdingizmi? Sizni esladim. Nega keldingiz? Yolg'iz gaplashib olsak bo'ladimi? Bora qolinglar. Bu yerga nima kelganimni bilasan. Bolani berdingiz, pulini oldingiz, mavzu yopildi. Otang uchun afsusdaman, ammo shunday bo'lishi kerak edi. Sen esa uni o'g'lisan. Nima istayotganing aniq. Kelishamiz. U mening otam emasdi. Nimani kelishib olamiz? Zelishdan uzoq yur, tushunmayapsanmi? So'ragan pulingni beramiz. Ammo Zelishdan uzoqroq yur. Politsiya kelib boshingga balo bo'lishini xohlamassan. Endi esa avvalgidek aqlli bola bo'l. O'tmishda bo'lib o'tgan ishni qo'zg'ashni hech ham keragi yo'q. Bizni tushundingmi? Ko'zimga qara va tushundingmi? Boshqa uni yonida yurganingni ko'rmay. O'ldiraman sen. Bo'ldi. Yetar. O'ldiraman. Hozir o'ldiraman seni. O'ldiraman. Menga qara. Yana bir marta Zelishga yaqinlashsang, meni bu yerda yolg'iz ko'rmaysan. Yur. Topdim uni. Topdim uni. Uni topdim. Keldingmi? Meni bu yerdan olib ket. Tinchlan, tinchlan. Nima istaysiz mendan? Zarok qayerda? Tinchlan. O'zingni bos. Bo'ldi, jim, tinchlan. Qani, shu yerga o'tir qizim. Senga ozor bermayman, yordam beraman. Iltimos, menga quloq sol. Birozdan keyin dadang keladi. U kelmasdan senga aytadigan gaplarim bor. Bunday imkoniyat boshqa bo'lmasligi ham mumkin. Baqirma. Onang kasal edi.
kasalligini Haqqibeydan yashirdi. O'lmasidan avval farzandlik bo'lishini istardi. Haqqibey bilan turmush qurishini sababi ham shu edi. Dilruba xonim homilador bo'lganidan keyin bolaga zarar bermaslik uchun ichib yurgan barcha dorilarni to'xtatdi. Lekin tug'ruq vaqtida ko'p qon yo'qotdi. O'zi bilan birga bolani ham yo'qotdik. O'lmasidan avval bir vasiyat hozirlaganida Haqqibey ko'z tikib yurgan xorijdagi boylik bolaga qoladigan bo'ldi, ammo bir shart bilan. Bola oila qurganidan keyingina boylikka ega bo'lishi mumkin edi. Agar bolaga biror gap bo'lsa, barcha pullar jamg'armaga qolardi. U pullarni Haqqibey olishi uchun bir bola kerak edi. Va biz bir bolani o'g'irladik. O'sha bola sensan. Haqqibey sen otang emas. Nimalar deyapsiz? Nejda xola? Yo'q. 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 Barcha aytganlarini qil. Aytganlarim o'rtamizda qolsin. Hech narsani sezdirib qo'yma. Bo'lmasa ikkimiz ham o'lamiz. Oh qizim, go'zal qizim mening. Senga biror gap bo'ldi deya qo'rqib ketdim. Doim shundan qo'rqardim. Shuning uchun seni yonimdan ayirmasdim. Hamma yoq shafqatsiz insonlar bilan to'la. Endi ishonchli qo'llarda ekanligini bilishni istayman. Hamma shu yerda. Selimbey nikoh ma'muri. Nejda xolang seni tayyorlasin. Qani meni xafa qilma. Bo'ptimi go'zal qizim? Seni xafa qiladigan ishlar qilishni istamayman. Barcha hujjatlarni tayyorladim. Faqat imzolansa bas. Nikohdan biroz vaqt o'tgach barcha pullar hisobiga o'tadi. U yerdan boshqa hisoblarga o'tkazilishi mumkin. Qancha pul o'zi? Taxminan 200 million dollar. Dada, qara yuboring. Sening qayerda? Qayerdan bilay dada? Bu it mashinaning yukxonasida nima qilay? Tomdan tashlab yubor. O'g'ri-ku axir o'g'lim. Qochayotganida yiqilib tushgan bo'ladi. Cho'ntagiga biror nima solib qo'y, xuddi o'g'irlangan bo'ladi. Menga qara. Bu oxirgi ishimiz. Bu ishga ko'p ovora bo'ldik. Bunga biror kimsaning to'siq bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Albatta. Albatta. Onam kim? Bilmiyorum. Yur, yur, yur. Qani yur. Uchishga tayyormisan? Ha? Tayyormisan? Uchishga tayyormisan deyapman.
U mening xotinim, hayvon. Nima? Qayerdasan? Hamma seni kutyapti. Hozir boraman, dada. Tezroq bo'l. Xo'p. Yaxshi, yur. Bo'l, yur. Qara. Yaxshilab qara, bilax. Agar ishni chigallashtirib yubormaganingda, qizdan biroz foydalanib berib yuborgan bo'lardim. Bo'pti. Sen bilan adabada aytishga vaqtim yo'q. Hozir nikoh marosimim boshlanadi. Omon bo'l. Odam kamaygandan keyin tashlab yuborarsiz. Yana o'zingiz bilasiz. Ammo o'lsin. Xo'p bo'ladi. Qani yur deyapman. Kiyosiz bo'lsangiz kerak-a? Hayajon bormi? Ha, tasavvur ham qila olmaysiz. Hayajondan o'lyapmiz. Sarguzashtdan sarguzashga yuguryapmiz. Labbay. Hazil. بس وقتها في ذات وراك وهيك ما رحت انا لاحق وراك يعني O'tir. Hech narsa qila olmaydi. Qani sakra. Mana shu yer. Politsiyachi. Tashvishlanmang, ularni o'zim hal qilaman. Bo'la qol, sakra. Uchsang juda yaxshi bo'lardi. Meni olarding-da, osmonlarga parvoz qilarding. Xafa bo'lgan har onimizda uchib ketardik.
Nimalar bo'lyapti o'zi? Nimalar bo'lyapti? Bu nimasi? Bo'ldi. Nima qilib qo'yding? Men uchdim. Yordam bering! Yordam bering! Barakalla. Endi hayajonlanmayapsan. Seni kasalxonaga olib borishim kerak. Menga hech narsa qilmaydi, yuraver. Meni onamni yoniga olib bormoqchimiding? Bir gün bir film seyreder gibi başrolde yaşadım her şeyi. Hassas, kırılgan, tek başına biraz çocuk gibi. Çoktan unuttum geçmişi. En masum yerin kalbin, kalbin. En masum yerin kalbin, Shu yerda to'xta. Seni kasalxonaga olib borishim kerak edi. Aslo unday qilma. Bizni topib olishadi. Sen barchasini bilarmiding? Sen go'dak eding.
Onam doim seni qaytishingni kutdi. Ko'p azob chekdi. Sen bularni qayerdan bilasan? Seni men o'g'irladim. Zarok tur. Zarok, meni tashlab ketma. Zarok, meni tashlab ketma. Ko'zingni och. Meni tashlab ketma, Zarok. Zarok, iltimos. Yordam bering. Yordam bering. Yordam bering. Kim bor? Yordam bering. Sen qol, o'zim boraman. Zarok. Zarok. Ko'zingni och. Yordam bering. Iltimos. Xo'sh, nima bo'pti? So'radingizmi, qizni olib qochibdimi? Yo'q, men qayerdan bilay? Bola bechoraning qay ahvolda kelganini ko'rmayapsanmi? Istasang bor o'zing so'ra. O'zingiz qo'ymadingiz-ku, ichkariga kirma dedingiz. Nurten, bas qil, shovqin qilma. Bor. Sen biror nima tayyorla, uyg'onganlarda olib kirasan. Bora qol. Kir. Bo'pti, men ketdim. Majg'ul Mustafoyev. Tavba. Ey, unaqa emasda. Hammasini o'zing yeb qo'yapsan. Boshqalarga ham bergin-da. O'g'lim, nega turib olding? Zarok. Bunchalar go'zal bo'lmasang, mashalloh. Mashalloh. Minnatdorman. Juda chiroyli joy ekanmi? Qayer bu? Qayerni aytyapsan? Bu bizni vatanimiz. O'sha yerdan kelganmisiz? U yerda bir ish bo'luvdi. Qochib bu yerga keldik. Bu yerda ham bir ish bo'ldi. Boshqa qocha olmadik. Mayli. Choyini sovutma. Keyin gaplasharmiz. Biror gap bo'lsa, men tashqarida bo'laman. Ustingni almashtirib olganda bir narsalar olib kelgan edim, kiyib olarsan. Mashalloh. Mashalloh. Go'zal qizim. Mashalloh.
Xo'sh, eshitaman, qani gapiringchi Zarok afandim, nima qildingiz? Voy o'g'lim, ey, ilma teshik bo'libsan-ku, a? Ammo go'zal qiz ekan, senga ofarin. Bu sen uchun juda qadrlimi? Menda qolaversin, xo'p deya qo'y. Bo'lmaydi. Hammaning kutgani bor. Uning kelishini umid bilan kutishadi. Uni onasiga olib bor. Sizga bergan azoblarim uchun meni kechiring. Kechiring meni. Bizga nima azob beribsan-ki? Dasturxonimizda doim nasibang bor. Bu uy seni ham uying bo'ladi. Mustafa ruxsat bermadi, bo'lmasa men kirib biror nima qilar edim. Hasrat bitdi, Nurten ona. Hasrat bitdi. Nima?
keladi degan edim-a. Dada. Qizim, Allohim. O'zingga shukr. Zarok chindan o'sha tomdan sakradimi? Sen sakrashni istarmiding? Ha? unda Zarok o'ldimi? Aka, shu yerdaman-ku. Ha, demak, Zarok o'lmagan, shundaymi? Yo'q, aka. Xullas, yomonlar o'z jazosini olishdi, yaxshilar esa baxtli yashashda davom etishdi. Unda Zarok nega qamoqqa tushdi? U bir narsalar o'g'irlagandi. Buni sizga aytgandim, ammo boshqa o'g'irlamaslikka so'z beribdi. Zarok, bo'ldi qil endi. Chiqish niyating yo'q shekilli. Shuning uchun ham uni qo'yib yuborishibdi. Zarok, rosa yig'latding bizni. Endi nima deyman bolalarga? Doim sen haqingda so'rashadi. Aka, siz aytib berasiz, ammo hayajonlanmang. Ha, ozodlikka chiqsang yonimga kel. Senga aytadigan gaplarim bor. Yaxshi qoling. Ukajonim mening. Ukajonim. Yaxshi qoling. Zelishga salom ayting. Aytaman. Zarok, bizni sog'intirib qo'yma. Bu safar sog'inasiz, aka. Mumkin emasmi? Xo'sh, qayerga ketyapmiz? Men mahallamga ketyapman, seni bilmayman. Sen doim meni o'g'irlashga majbur emassan. Bu safar ko'ngilliman, qayerga boramiz? Yo'q, qizalog'im, uzoq yur mendan, sen balodan boshqa narsa emassan. Sen qanaqa o'g'risan o'zi? 200 million dollarim bor, lekin mendan qochyapsan. Yo'q, pullar senga qoldimi? Bir topsam hammasini olaman-da. Bizning Ziyo bor-ku. Bor-ey, esingni yedingmi?